Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun sotuvda 2018-yilda ishlab chiqarilgan 3-paysi avtomatik korobka Gentra avtomobilimiz keldi sotuvga. Mashinamiz jikka 2 rangda, mashinamiz holatlari juda ham ideal, lyuklari bor, ABS konditsionerlari bor. Mana salonlar, rullari qirilib chizilib ketmagan. Shikalar tilla holatda turibdi, polik. Lyuklari bor. Monitorlar qo'yilgan, video registratori bor, 906 punktlari bor. Probegiga keladigan bo'lsak, 152.893 ming yurgan ekan, salonlar rashina qilingan. Amerikanka optiralar qo'yilgan, metan gazlari ham bor, pakalena gazlarda. Mashinamiz holatlarini ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, kraskasi mana shu bagaj qismiga sepilgan ekan. O'zlaring uchun bemalol tekshirib olsalaring bo'ladi. Hech qayerda boshqa joyda kraskasi yo'q. Mana gazlar ustanovkalar qilingan. Mashinamiz juda zo'r holatda turibdi. Balonlari charmxo yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. Mana ko'rib turibsizlar. Disklari juda yaxshi turibdi. Chizilib, qirilib ketgan joylari yo'q. Mashina yaxshi holatda minilgan. Mana Amerikanka faraladi. Mashinamizning tan narxini 123 million so'm etib belgiladik. Naqd yo avtokreditga ham chiqadi. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqib, kelib ko'rib baraka qilishlari mumkin. Manzilimiz Jizzax shahri, Prospekt Almas kafe ro'parasida ofisimiz. Telefon raqamlarimiz 94 344 81 11 raqamlariga aloqaga chiqishlari mumkin. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Gentra 3-paysi avtomatik korobka qidirib yurgan tanishlarga tashib qo'yasizlar. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'lasizlar.